Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari. Bugungi chislamiz 10 dekabr 2025-yil. Haftaning chorshanba kuni. Qo'ylarimizni bugun bir syomka qilib chiqaylik qani. Mana qo'ylar bari yetilib turibdi. Xudo xolasa oldi bir 15 kun 20 kunda qo'zlash boshlaydi. Mana shu og'ilimiz, ya'ni molayvon qiluvdik, qo'yayvon bo'lib ketdi va mana bu oxirlari, oxiri top-toza. Umuman videolarimiz ham uncha qo'yilmayapti-yu, qiziqish bo'lmayapti-da. Obunachi ko'paymayapti, kommentariya yozilmayapti, layk bosilmayapti. Sizlar qancha qo'llab-quvvatsalar biz shuncha shundan motivatsiya olib, qiziqib, yangi videolar qilamiz. Mana o'sha drabilka, bu yerda somonpiriz, sholipiriz ikkalasini aralashtirib chiqaramiz. Bu yerda ko'ryaptimi yo'qmi? Vida bilan xomishni mahshayi ikkalasi chiqarilgan. Ularni yeyish ertalabga 5 kilo bug'doyni pishiramiz. Rosa to'la 2 soatlik bo'ladi. Где-то adashmasam bir 20 kilo bo'lmasam, bularroq 15 kilolar chiqib qolsa kerak. 2 soat to'la bo'lgandan keyin. O'shani bir mahal ertalab yeydi. Keyin oxiriga somon aralash solamiz. Shu bilan bu yoqqa dalaga chiqaramiz. Shu bilan bo'ldi. Keyin bu mollarimiz hozir bo'sh yuribdi. Ho'kizchamiz. O'sha mana o'tgan yildan beri mehnatimiz samarasi o'g'limiz. O'tgan yil bu yog'ini qildi. Mana bu yog'ini qo'shib shifrlarigacha bitirib o'tdik. Bunga ketgan расход 92 ta shifr ketdi. Где-то bir 40 tachalar stripela ketdi. Stripellarni 90 mingdan oldik, shifrni 58 mingdan. Rekani metri 7,5 ming. Undan keyin bolar oldik, 10lik, 12lik, где-то 100 ming, 130 minglardan naqa tushdi. Endi to'shni hisoblamadim. Primerni xizmati, mehnati o'zim, hammasini o'zim qo'limdan chiqqan, o'zim qilganman. Ikkalasiga ketgan bo'lsa 20-25 lar ketdi. Mana shu turishiga paxsasini o'zim urib chiqdim. Uni avvalam videolarda ham aytgandim. Bu endi yangi obunachilar uchun umuman nimaiki qo'l mehnati bo'lsa, hammasi o'zim qo'limdan chiqqan. Buni oxiriga kelsak, oxiriga где-то bir 400 ming atrofida ketdi. Men taxtani oldim. 3 metrlik donasini 25 mingdanmi qanchadan oldim. Keyin strapela oldim. Birga 400 mingcha atrofida ketdi. O'zim qurib nima qildim.
Endi bu ichkariga kiramiz. Ichkari sal qorong'u qolibdi. Mana shu mashhur og'ilimiz qayta qo'ygan og'illarimiz. Mana mollarimiz yemi, somon, keyin sholpiris ikkalasi aralashib chiqqandan qo'shiladi. Keyin 3,5-4 kilo bug'doy jo'rma, 1 kilo kepak qo'shib aralashib pishiriladi. 2 mahal yeydi. 2 sigirga 1 satil, 2 bolasiga 1 satil bo'linib beriladi. Hozir qozonni ham, yemimizni ham ko'rsataman. Bularni aytib o'tgan bo'lsam kerak, orasi 1 metrdan har bir mol turadigan oraliq. Yaxshi, o'sha gap hali tayyor bo'lmagan. Bu yil ham uncha imkonimiz bo'lmadi. Nima qilishga, bo'lib, ya'ni remont qilishga. Daha buni bitta video, keyin agar nima qilsa yana bitta video qilaman. Molni baylab bo'lgandan keyin yem yeyishini ham. Xudo xolasa harakat qilaman. Bundan keyin yangi videolar qo'yib borishga. Faqat bir obunani ko'paytib, kommentariylarni gumburlatib, layklarni bosaylik. Yerda ko'payik. Hali bir yildan beri 20 nechta bo'libmiz hali. Bir yuboraylik tanish bilishlarga. Mana shu ho'kizimiz. Qizil sigirimiz bolasi. O'sha 20,500,000 so'mga olingandi sigirimiz. Shuni bolasi bu. Bu xudo xolasa bo'g'oz. Ham kunga videoda aytdim, xudo xolasa fevral martlarda tug'ib qoladi. Qarindosh ham nima qilib qo'ygan. Obunachilar, YouTube kuzatuvchilar, sizlardan bittadan like, kommentariya, obuna bo'lishlaringizni so'raymiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaring, biz xudo xolasa yangi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Hammani shu bilan videomizni yakunlaymiz. Ba'zi bir kamsiz hali yangimiz, shu hamisha gap. Biron narsani kam nima qilib, ba'zi bir so'zlarimizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, e'tiborga olmaysizlar. Hali xudo xolasa yaxshi gapiradigan bo'lib ketamiz. Shu bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Hammaga xayrli kech desak ham bo'ladi. O'zi mana kech tushib qoldi. Soat millarimiz 17:04 bo'libdi. Sigirimiz mazza qilib onasini yemoqda.